Ibrat olaman degan inson uchun qabr bu eng yaxshi nasihat-ku, shunday emasmi? O'ylantiradigan savol, aka. Meni o'zim ko'pchilik yozadi. Aka qabrga yotdi, kibrim sinadi deydi. Qabrda yotdi 2 minutda. Ertaga chiqib ketishini bilib turib kelyapti. Faqat keladigan joyim shu yerda yotdi. Faqat qabrda yotish bilan ko'p ish bitmaydi-da baribir. Ha, qabrda yotish shart emas. Hech mayit, yaqinlaringizni mayitini ko'rganmiz qanaqa ahvolda ekanligini. Shunday yotingda bo'ldi. Qo'l oyog'ingizni qimillatmang. Endi faraz qiling. Yoki tovut ko'tarayotganda yengil o'tkazib yuboramiz, Alloh rahmat qilsin deymiz-da. Lekin shu tovutni sizni otangiz yoki onangiz bo'lishini tafakkur qila olganmisiz? 10 son gapiraveradigan gap emas-da lekin. Mana xotinim yaqinda umraga ketdi-da, o'zim 10 kun bolalarga qaradim-da, bolalarim yig'ladi. O'shanda aytdim, xotinim borligi yaxshi ekan dedim. Endi yolg'iz yashayotgan erkaklarni o'ylayvering. Ha. Mamitga olib kirib qo'yganingizdan keyin bo'ldi, ming qo'lni ushlab dod faryod qilganingiz bilan foydasi yo'q bu narsa.